Assalomu alaykum hammaga. Bugun Forex bozoridagi bir nechta paralarni keyingi hafta uchun bir nechta o'zimning analizlarimni taqdim etaman. Birinchi, o'tgan hafta berilgan paralardagi nimalar sodir bo'ldi, analizlar to'g'ri keldimi, aytgan ssenariy bo'yicha yurib berdimi yo'qmi, shuni ko'rib chiqsak. Birinchi USD GPY ga analiz berilgandi. Analizlar uchib ketgan, lekin ko'rib o'tgan safargi videodan ko'rib olsanglar bo'ladi qayerdan berilganligi. O'tgan hafta shu zonadan narx qaytib tepaga ko'tarilishi kerak edi yoki bu yerni ham buzib o'tsa keyingi zona 158 minglar zonasi, ana shu zonalardan narx yana qaytib berish kerak edi. 1 soatlikka qarasak, 1 soatlikda analiz qilingandi. Narx mana shu zonada edi berilgan payti. Shu yerdan qaytib kelib narx tepaga ketishi kerak yoki pastdan shu zonadan uchish kerak aytilgandi. Ikkala zona ham ishlab berdi deyarli. Birinchi keldi narx birinchi zonadan kelib yaxshigina ishlab berdi. Keyin yana narx qaytib kelib ikkinchi zonadan reaksiya oldi. Yaxshi, ancha yaxshi ishlab bergan bu. Keyingi hafta uchun hali qarashim boy ketish kerak. Mana shu zonalardan bayga qarasak bo'ladi. Endi keyingisi GBP USD ga berilgan. Hozir GBP USD ga 4 soatlikka o'tib olsak, narx kelib mana shu zona berilgan ekan. Shu zonadan narx qaytib selga ishlaymiz deyilgan ekan. Bu nisbatan ishlab bermadi. Hozircha shu yerda energiya kattaroq time frame ga olsak, energiya yig'ilgan. Hali qarashim, lekin energiya yig'ilibdi. Bu baribir menimcha selga hali ishlab berish kerak. Buni keyingi hafta kutsak ham bo'ladi. Hozircha bu o'tgan safargi analizimiz o'sha ishlab bermagan. Kelgan qaytib bergan, yaxshi ishlab bermagan hozircha. Keyingisi Euro USD ga berilgan. Euro USD ga narx ana shu zonada bo'lgan. Shu zonani buzib o'tib keyin qaytib yana pastga ketadi degan signal berilgan. Narx kelgan, qaytib berib o'sha zonadan biroz ishlab bergan. Keyinchalik bezutga qilib qo'yganimizda ham bozordan bezarar chiqib ketsak bo'laydi.
ishlab bergan nisbatan kamroq, keyinchalik narx yana atkat berib orqaga qaytgan. Endi keyingisi Bitcoin'ga berilgan edi. Bitcoin USD'ga internet biroz ishlamayapti. Internetdagi muammolar, ekrandagi qotishlar uchun uzr so'raymiz. Internet biroz slabiy bizada. O'tgan hafta 2 hafta oldingi ssenariy holi o'z kuchiga degandim. Chizib olsak bir kunligiga yaxshiroq ko'rinadi menimcha. Shu zonadan Fibonacci tortgan edik. Holi ana shu 382 zonasidan selga qaytish kerak degan baribir ham hozircha narx shu zonadan bir marta qaytib keldi. Yana bo'lib kelib, yana shu zonadan endi aniq yaxshigina o'sha zonaga kelib qaytib beryapti. Niyat qarashim narx hol dalish 60 minggacha tushishi kerak. O'tgan hafta narx shu 73 minglarga edi. Yana tushadi deyilganda ancha tushdi, masalan 68 minggacha tushdi. 60 minggacha tushishi kerak. Oxirgi nima tillaga berilgandi. Tillaga analiz zo'r ishlab berdi bunga. Narx kelib shu zonadan kelib buzib o'tgandan keyin bitta atkacha olib shu zonadan dalshi pastga tushib beradi deyilgandi. Narx shu zonada keldi, buzib o'tib bitta reaksiya oldi shu zonadan, keyin dalshi pastga yurib berdi. Ancha yaxshi ishlab berdi. Endi keyingi hafta uchun tillaga qarashim tilla ancha tushib berdi. Bir kunlikka qarasak mana bu yerda asosiy urg'unlar bor. Bu yerni belgilab olsak bo'ladi. Shu zonadan narx dalshi selga harakatlanib shu zonadan reaksiya olishini kutyapman. Ana shu ssenariy bo'ladi deb o'ylayapman. Bitcoin USD'ga aytildi, narx 60 minggacha boradi deb o'ylayapman. Bunga Euro USD'ga yana dalshi, yana bunga hali sel ishlab olsak bo'ladi. Hozircha sel mana qarashim bunga. GBP USD'ga ham sel hozircha. USD bayga aytib o'tilgandek bay shu zonadan qaytib bersa agar bayga ishlab olsak bo'ladi. Keyingi hafta uchun qarashlarim shulardan iborat edi. Barchaga katta rahmat.